edim. Undan avval mana hozir Germaniya uchun muqobil partiyasi ekstremistik deb topilayotgan ekan. Savol paydo bo'ladi. O'zi umuman mezonlar qanday bu uchun? Ya'ni qaysi joydan boshlab u ekstremist yoki agar shu partiyaga xos oladigan bo'lsak, ya'ni o'ngchi, o'ta ultra o'ngchi millatchi, mana shunday. Qaysi vaqtdan boshlab shunday deb hisoblanadi buni o'tkazib yubormaslik uchun? Chunki bu bir marta o'tkazib yuborildi 33-yilda. Mana shunday holat yuz bermasligi uchun va shu bilan birga demokratiyaga ziyon yetkazmaslik uchun. Masalan, deylik insonlarni tanlash huquqidan mahrum qilmaslik uchun. Masalan, savol paydo bo'ladi, agar aholining 70% agar uni tanlayotgan bo'lsa, sen uni ekstremist deysanmi demaysanmi, demak jamiyatda shu narsa ketyapti. Va sen endi uni bo'g'ish orqali, masalan, Ruminiyada Georgescuni nomzodni olinishi bu demokratiyaga zarba berildi deb hisoblashyapti uning atrofidagilar. Lekin umuman olganda Yevropa biroz tin oldi. Ha, bitta millatchidan qutulib qoldik yoki deylik Rossiya taraf siyosatchidan qutulib qoldik deyapti. Savol paydo bo'ladi. Masalan, Rossiya taraf siyosatchini, bu endi keyingi savollarda muhokama qilamiz. Rossiya taraf deb hisoblanayotgan siyosatchini saylovlarga kiritmaslik demokratiyadanmi yo demokratiyadan emasmi degan savol paydo bo'ladi. Bu hozir davom ettiramiz. Demak, millatchilikni o'zi qanday ajratib oladi Hamid aka? Mening nazarimda bu o'sha so'nggi 100 yil, 150 yil davomida tafakkurlarda bo'lgan, siyosiy kun tartibini belgilab bergan g'oyaning ichidagi ichki buzilish bilan bog'liq, noto'g'rilik bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Bu nimada ko'rinadi? Ya'ni deylik ma'lum bir davlatning oldingi xatolarni ikkilamchi takrorlashi. Misol uchun aynan o'sha Germaniyani oladigan bo'lsak, o'zidagi millatchilikka qarshi kurashib, lekin bugun globallashgan dunyodagi millatchilikka nafaqat qarshi kurashdi, balki uning o'chog'iga o't qoladi desak bo'ladi. Ya'ni bugun deylik o'sha Gitler hokimiyatga kelgan paytda Germaniyaning yopiq bir ichki tafakkurining ichida vujudga keldi bu millatchilik. Ya'ni o'zlari uchun Gitler nimaga keldi va Gitlerni ular hokimiyatga ko'tardi. Bugun global tafakkur faqat Germaniya bilan yoki Rossiya, Amerika yoki O'zbekiston bilan cheklanib qolmaydigan bir davrga kelgan paytda biz Germaniyaning o'zini aybdor his qilgan holatda Isroilni qo'llab-quvvatlaganligini ko'rishimiz mumkin. Isroilni qo'llab-quvvatlaganligini. Va shu bilan birga Germaniyaning umuman Yevropaning ichidagi liberalizmning ichidagi zaiflik bu urushni eng mudhish narsa deb bilish. Va aynan Germaniyaga ham o'sha tumshug'ining tagiga kelib turgan masala bu urush. Bir vaqtning o'zida Germaniya demokratiya qoidalarini ham saqlab qolish kerak. Natsizmga qarshi kurashish kerak, lekin shu bilan birga u Isroilni tashlab qo'ya olmaydi, chunki Gitlerning oldidagi Gitlerning qilgan harakatlari nuqtai nazardan uyati bor. Ya'ni nima deydi, boyagi aybdorligi bor. Tashlab keta olmaydi va shu bilan birga yillar davomida demak liberal qoidalar asosida urushmaslik uchun yoki urushmaslikni vujudga keltiradigan tizim yaratib butunlay urush ko'nikmalaridan uzoqlashib qoldi. Lekin shu bilan birga deylik o'zining ichida xususan o'sha Germaniya Demokratik Respublikasi SSR tarafida bo'lgan hududda natsionalizm rivojlanayotganligini qo'yib yubordi deyish mumkin. Uning ham sabablari bor. Masalan, nimada Germaniyadagi o'sha insonlarga sotsial imkoniyatlar berilishi natijasida juda ham ko'p migrantlarning borishi,
turklarning ko'p borishi yoki bo'lmasa Germaniyaning islomlashib ketishi ham mana shu millatchilikning vujudga kelishiga sabab bo'ldi va men aytgan bo'lardimki, yana bir takrorlayman, Ardo'j aka, Germaniyadagi demokratiyaning ildizidan millatchilikning ildizi chuqurroqqa o'xshab ko'rinyapti. Ya'ni bittasi o'q ildiz, ikkinchisi popuk ildiz hisoblanadi. Va katta ehtimolki Rossiyaning bunday agressivlashishi va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi millatchilar Alkatrasni qayta tiklash harakatida yuribdi. Bu o'ziga xos Rossiyaning shimolida bo'lgan-ku qamoqxonalar, xuddi shunga o'xshash narsa. Shuning uchun bu yerda umumiy butun dunyoda, hattoki Xitoyda u darajada kuzatilmayotgan bo'lsa ham, lekin Xitoy ham agar jiddiy muammolar vujudga keladigan bo'lsa, qaysi chiziqda degan savol bo'lsa, Ardo'jaga, bu Tayvan masalasida emas. Tabiiyki bu Uyg'urlar masalasida bo'ladi. Jiddiy urush. Shuning uchun aslida umumiy chiziqlarni mana shunday ko'rish mumkin bu masalada. Shu bo'yicha savol. O'zlik masalasini salbiy millatchiliksiz saqlab qolish yo'llari. Chunki o'zlik ko'pincha bu millat bilan bog'lanadi va qadriyatlar ham millat bilan bog'lanadi. Endi agar muammoga biroz kompleks yondashadigan bo'lsak, Yevropada qadriyatlar tanazzuli bilan bog'liq masala bor. Ya'ni o'sha kosmopolitizm, globalizm, undan keyin kosmopolitlar deydimi, odamlarning shunday chegaralarning yo'q bo'lishi, bu chegaralar nafaqat jismoniy, bu axloqda ham chegaralarning yo'q bo'lishi, iqtisodiyotda va hokazo, bu oxir oqibat suverenitetga ta'sir qiladi va insonlarning keyingi yashab qolish masalasi ko'tariladi. Yevropada bu bor. Mana demografik muammo bor Yevropada, qadriyatlar tanazzuli bor. Endi ko'pincha mana shu qadriyatlarni o'ngchilar saqlab qoladi degan fikr bor insonlarda. Albatta Gitler ham nima qilgan-ku, qadriyatlar. Hamma shunga yondashadi. Hamma, masalan, Vladimir Putin ham qadriyatlarni birinchi deydi. Trump aytadi. Mana darhol mana shu va o'zi umuman Yevropadagi o'ng partiyalar ham, masalan, Orban, masalan, u ham darhol mana shuni oldinga olib chiqadi. Ya'ni qadriyatlar masalasida. Xo'p. Endi bu bevosita millat bilan bog'liq ekan. Qadriyatlarni, o'zlikni millatchiliksiz saqlab qolib bo'ladimi? Va u qanday bo'lishi mumkin Hamidga o'zim? O'zi aslida mana shu Ardo'jaga ikkita tafakkur, hattoki 3 ta tafakkur kurashini kuzatyapmiz mening nazarimda. Ya'ni liberallarni qaraydigan bo'lsak, ular tabiatni, inson tabiatini birlashtirish, ya'ni davlatlarni emas, bundoq qaraganimizda, masalan, Germaniyalikcha turibdi, deylik, Fransiya deymizmi, hattoki Estoniya, kichik davlatlarni oladigan bo'lsak ham, Yevropa tarkibidagi davlatlarni aytyapman. 27 tami? 27 ta adashmasam. Yevroittifoq 27 ta Britaniya chiqib ketgandan keyin. Demak, ular ham milliy o'zligini yo'qotmadi, lekin liberalizmning muammosi shundan iboratki, Ardo'jaga, mening nazarimda, ular tabiatni birlashtirmoqchida, ya'ni masalan gender masalasi bu sotsial muammo deydi, ijtimoiy muammo deydi. Ya'ni bu yerda tabiat bilan bog'liq muammo yo'q deydi. Aslida o'sha tabiatni birlashtirmoqchi bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqa shunday gender tengligi, ayol va erkak masalasini oladigan bo'lsak, yoki farzandlar tarbiyasini oladigan bo'lsak, aynan ularning zarbasi yoki yaratilish asoslariga nisbatan, tabiatiga nisbatan qandaydir hujum boshlaganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha simulyakrda ham namoyon bo'ladi bu narsalar. Lekin millatchilarning xususiyati shundan iboratki, Ardo'jaga, ular ham an'analarni asos qilib oladi. An'analarni asos qilib oladi va bu yerda o'sha millat sifatida ajratish muhim ahamiyatga kasb etadi va hammasi insonlarni mobilizatsiya qilishni istaydi. Endi uchinchisi nima? Ardo'jaga, uchinchisi bu din. Uchinchisi bu din. Ya'ni din vujudga kelgan payti hamisha radikal va ekstremal bo'lgan. Radikal va ekstremal bo'lgan. Aynan shuning uchun ham bular millatchilikda ham mana shu radikalizmni
ekstremallikni vujudga keltirishga harakat qiladi. Misol uchun g'ayrat nimaga masalan Ruskiy община deydi, e'tibor bering. Oxirgi ro'za bayramida Moskvada adashmasam 500 ming musulmon namozga chiqdi. 4dan biri bu deyapti hali. Ya'ni masjid yetishmaganligi uchun deyapti. Butun Moskvani to'xtatib tashladi. Butun boyagi namoz o'qilayotgan paytda nimani to'xtatib tashladi. G'ardo'jaga biz uchun bu nima ko'rinadi? Oddiy. Oddiy ko'rinadi, chunki biz hamisha bayramlardan tashqari jumalarda namozga chiqib bunday jamoatni ko'rib o'rganib qolganmiz. Ya'ni masjid oldi yo'llar to'silishi, lekin doim ko'rganmiz. O'zi aslida rus jamiyati hamisha mana shu narsaga juda ham og'riqli qarab kelgan. Tasavvur qiling, 500 ming odam qayerga qarama dengiz kabi narsa sotib olish uchun kelgani yo'q ular. Shuning ibodat qilish uchun keldi u yerga-da. Ya'ni motivatsiya qayerda? Motivatsiya, ya'ni qayerdan ular energiyani olyapti. Va dinlar hamisha status quoga qarshi bo'lgan. Din kelgan payt hamisha status quoga qarshi bo'lgan. Va e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi natsionalizm ham Germaniyadagi o'sha alternativ partiyasini oladigan bo'lsak, Arturga status quoga qarshi. Status quoga qarshi. Ya'ni aytayaptiki, demokratiya qonunlaring bo'yicha kelyapman va sizlar bugun talabga javob bermaysizlar. Shuning uchun ham ularni haqiqatan ham ekstremistik ular Arturga. Chunki ekstremizmning nimasi, ya'ni ekstremalligi yoki uning tabiati mavjud, o'rnatilgan, hamma ko'nikkan status quoga qarshi bo'ladi. Hattoki status quo sifatida o'rnatilgan dinga ham qarshi bo'ladi. Masalan, islomning ichidan chiqib ayrim davlatlarda o'rnatilgan islomga qarshi qilinayotgan harakatlar ham mana shunda namoyon bo'ladi. Shuning uchun kuzatishimiz kerak. Va mana shunaqa paradoksalliklar bor. Bir vaqtning o'zida demokratiya deydi, lekin o'sha demokratiyaning qoidalari o'ziga zarar berib boshlagan payt uni to'xtatishga majbur bo'ladi. Tabiiyki demokratiyani to'xtatar ekan, o'zining asosiy siyosiy mexanizmi sifatida demokratiyani to'xtatar ekan, u bir vaqtning o'zida ekstremizmni ham o'zini ham to'xtatayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni sen uning g'ildiragiga nima tiqayotgan paytingda, cho'p tiqayotgan paytingda tabiiyki o'sha cho'pning bir tarafi demokratiyaga ham nima qiladi. Oltin o'rtaliq qayerda? Yo'q, oltin o'rtaliq bu urushda bo'ladi g'ayrat. Ya'ni butun dunyo jiddiy o'sha matrisaning buzilishi jarayoniga kechib kelyapti va tinmasdan dushman qidiryapti. Ayrim davlatlar bu dushmanni topgan. Biz bilamiz bu qaysi davlatlar ekanligini. Mana nimada qurg'oqchilik boshlandi? Pokistonda. Pokistonda qurg'oqchilik boshlandi. Boshqacha qilib urushmoqchi endi bular birdaniga nima qilmasdan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri qandaydir harbiy zarba bermasdan o'zining ichida muammo keltirib chiqarib, keyin o'sha muammoga qo'shilmoqchi. Pokistonda suv bo'lmasa, iqtisodi shundoq ham yaxshi emas. Mayli, mavzudan chiqib ketmaylik va bugun qaysidir tashqi ishlar vaziri kelib yo'q joydan muammo chiqarmoqchi bo'layapti. Nimaga boyagi yozuv undoq, yozuv bundoq deb. Shuning uchun mana shunday hali shaxsan men ham bu fragmentlarni, bu puzzlelarni hali bir joyga yig'ish, ko'rsatuvga ham tayyorgarlik ko'rish juda ham qiyin bo'ldi men uchun. Mushkul bo'layapti bugungi kunda. Hamid aka,